Oho, kun ham yorishibdi. Barchalarga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan men Uktamov MC va bugungi videoda har doimgidek qishlog'imizda mana shuni aytmoqchi edim. Qishlog'imizga yangi odam ko'chib keldi. Ertalab turib shunday tashqariga chiqib qarasam, mana shu turibdi, keyin ichkari kirdimda kameramni olib mana video zapis qilyapman bolalar. Mana shu odam ko'chib kelibdi qishloqqa va kecha bir uy yo'q edi. Uy bor edi, taxtadan edi. Hozir mana olmosdan, zumraddan, vau, ichkarisidan o'zi ko'rinib turibdi. Normalniy soqqasi bor odamga o'xshayapti. To'g'rimi bolalar? Da. Hozir mana ikkilarni urib, yaxshilab keyin merga sotaman. Bu ham biznesda, to'g'rimi? Ikkin urasan, keyin yana ikasan va merga sotasan. Mer esa nima qiladi? Magazinlarga, do'konlarga, har xil joylarga topshiradi. Bizda axir biznes rivojlangan. Nimani ovozi? Ay oyog'im, yordam beringlar iltimos. Nima deydi? Ay oyog'im deydimi? What the fuck? Kimdir bormi? Hey, kimdir bormi? Qaroringlar, alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Baqirgandek bo'ldingizmi? Eshitmoqmanmi? Sandig'imni joylashtirib turdim, oyog'imga tushib ketdi. Oyog'im og'ridi, shunga baqirdim. Ay, yaxshimisiz o'zingiz? Yaxshiman. Shu yerga yangi ko'chib keldingiz-a siz? Kecha ko'chib keldim. Mana orqamda san uyingmi? Men uyim. Men qanaqadir bo'mish yashaydimi deb o'ylabman. Xavotirlanayotgandim. Bo'mish bilan qo'shni bo'lib qolmadimmi deb. Sanim bo'y bo'lsang kerak, uyingdan lekin uncha unga o'xshamayapti-da. Men una bo'y bo'lishim shart emas. O'zimga to'q bo'lib yashab yursam bo'libdi, nima? Bu gaping ham to'g'ri. Mayli, sog' bo'l, men ishlarim ko'p edi. Hali narsalarni joylashtirishim kerak. Mayli. Nima deydi bu? Mani bo'mish deydimi? Xudo haqqi. Uyimga nima qilgan bolalar? Uyim nima? Musirmi? Undan 0 dan 10 gacha baho olaylik. Uyim musirmi? Mana ikkala sandig'imga solib qo'yganman ikkala. Bularni olib borib sotaman merga. Ancha o'zidan ketibdi-ku. Buni tarbiyalaymizmi bolalar? Nima deysizlar? Nima qilsak bo'ladi buni tarbiyalash uchun? Prank qilsa yo'q, bilib qolishi mumkin. Uncha prank qo'limdan kelmaydi. Nima qilsak bo'ladi? Zo'r ideya keldi. Men kecha shaharga borib kelgandim, magazinda zo'r narsa ko'rgandim. Hozir men o'shanga buyurtma beraman va kamerani yoqaman. Qachon keladi buyurtmam? 1 soatdan bir turibman. Shahar uncha uzoq emas, lekin prosta ularning buyurtmalari ko'p bo'lsa kerak, sababi normalniy magazinda bolalar bu narsalarni kelgandan keyin mana bu bo'yvachchan o'zcha yomon kibrlari bor ekan. Bir tarbiyalab qo'yamiz-da. To'g'ri? Uktamov buyurtmam ketdi, mana qaranglar. 3 ta narsa buyurtma qilganman. Sandiq, mana xo'p beradigan narsa va normalniy topor. Sandiqlar to'g'risi mana o'chib tashlaylik bo'ldi. Xo'p, qaranglar. Nima qilamiz? Kech bo'ladi. Mana boy uxlaydi va biz ishga kirishamiz. Ma'lumgacha dam olib, kechqurun uyqum kelib qolmasin. Hozir uxlavasam keyin uyqum kelmaydi. Ma'lum bo'lmasa yaxshi dam oladi. Voy, suv sog'dimi? Suv yo'qmi? Kech o'tdi-ku.
Mer uxlaganmikan? Mer debman, boy uxlaganmikan? Sal pastroq gapiramiz bo'ldi sababi. Agar uxlamagan bo'lsa bizani gapirishimizni eshitib qolishi mumkin. Okey, menimcha uxlagan bo'ldi. Biz ishga kirishamiz. Qalanglar, sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Bizani qishlog'imizdagiga har ehtimolga qarshi bunker qurilgan. O'tgan videoda bilsanglar kerak. Mana ichinglar bor. Shu yerga tushib olsak yaxshi bo'ldi. Hop, toshli uydiki. Mana uyimni tayi. Bu esa o'sha boyda uyini tayda. Mana olmos uyatdi bu yoq. Va tushib ketib qolyapman. Qo'llarni. Buni asta sindiramiz. Hech kim bilmasligi uchun. Как раз sandiqning tagidan chiqqan. What the fucking man bolla? Nima bu? Shunchalik ham ko'p pul bo'ladimi? Mana 10 yil ishlasam ham buncha pul topolmayman. Bu qayerdan olgan bu? Shuncha pulli. Bolla, nima bu? Bo'lmabdi. Yoqsam tushaveram. Chiqib qo'ydim. Tushayotgan ekan. Okey, bo'ldi. Bunday qilamiz. Ishqilib yetsin-da. Yo, yetmaydi yo bo'ldi. Yo, yetarmikin? Oraga bo'lmasa bitta sandiq qo'yamiz. Bu yerga sandiq qo'yamiz va bu yerga bitta mana qo'yamiz. Bu yerga ham qo'yamiz. Bu yerga ham qo'yamiz. 5 ta qoldi. Easy deb. Bu yerga bu yerga. Berdan bu yerga. Adashdik. Okey. Tushadimi? Mayli, ertalab xabar olamiz. Hozir ketdik uyga. Ertalab xabar olamiz. Qani pul olganmikan yoki olmaganmikan? Mayli. Ozgina uxlab olayman, ertalab gaplashamiz bo'ldi. Kun yorishibdi bo'ldi. Yo, hammalarga assalomu alaykum. Yana bir marta sizlar bilan yana o'sha o'qitamov. Yana 3-marta kamera o'qishim, sababi bugun tekshirishga boramiz. Hali hech kim uyg'onmagan bo'lsa kerak, sababi o'z soat 5 lar bo'lyapti. Yaxshi. Hop. Bu bunkerga uncha hech kim tushmaydi. 10 yilda bir marta odam tushadi. Ko'p bizning biznesimiz rivojlanyapti. Yo'q joydan pul olib kelyapti. Lekin bu o'g'irlik-ku. Mayli, bir tarbiyalaylik dedim-da, to'g'rimi bo'ldi? Tarbiyalaylik, boydan o'zicha kibr yo'q olganlar o'zlaridan. Bo'lmaydi-da. Bo'lmasa hammalaringga xayr, sizlar bilan o'qitam FMC. Hozir men pastga tushib barcha bo'yliklarimni olamanda, keyin boya moslaman bizaman. Sabab ko'proq o'g'irlik qilib bormaylik. O'zimga yarashasini olamanda bo'libdi. To'g'rimi? Bo'lmasa hammalaringga xayr. Aytgancha bolalar, bu yangi kanal bilan ulab qo'yaman. Agar yangi kanalimga o'tib obuna qo'ysalaring, sizlardan addushi xursand bo'lgan bo'lardim. Shuning uchun davay.
Aytgancha bolalar, men Telegram kanalimda aytgandim. Kim obuna bo'lib menga screenshot berishsa, o'shalarga rahmat aytaman deb. Xudoy bo'lmasa birinchi